Salom do'stlar, sizlar bilan yana Umjon Kamolov 25-kun fazani G1 davri bilan gaplashdik. Endi S davri. S davri sintez davri deb ataladi. Mana DNK replikasiyasi kuzatiladi. Xromosomalar tarkibida turuvchi histon oqsillar sintezlanadi. Har bir xromosoma ikkita xromatidaga ega bo'ladi. Keyin to'res sentriolik qismiga oxir. Demak, sintez davrida DNK replikasiyalanadi degani DNK qismiga ortadi degani. Va xromosoma tarkibiga turuvchi mana bu xromosoma ikkita xromatidadan iborat. Shu tarkibida oqsil, histon oqsil holatida ko'rishadi. Histon oqsil qaysi davrda sintezlanadi degan savolga javob siz interfazani tashlaysiz, sintez davrida bajarishingiz kerak va undan javob topishingiz kerak. Undan tashqari sintez davrini, ya'ni G1 ya'ni sintez davrining davri navbat o'tgan 2 edi. Sintez davri esa 4S